Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Navbatdagi bemorimiz 35 yoshdalar. Ikki tomondan eshish pasayishi bilan shikoyat keluvdilar. Tekshirib ko'rganimizda ikkala quloq nog'ora pardasi teshikligi aniqlandi va o'ng tomonlama endoskopik timpanoplastik operatsiyasi tavsiya qilindi. Bugungi operatsiyamiz boshqa operatsiyalardan farqli ravishda burun to'sig'ini to'g'irlash, ya'ni septoplastika operatsiyasini ham birgalikda bajaramiz. Ya'ni endoskopik o'ng tomonlama timpanoplastika, ya'ni pardani yamash operatsiyasi va burun to'sig'ini to'g'irlash operatsiyasi bitta etapda qilinadi. Ya'ni bitta narkozda ham quloq ham burunni inshaalloh bajaramiz. Hozir mana quloqni yamash jarayonidamiz, ko'rsatamiz. O'rtada katta defekt bor edi, defekt yopildi inshaalloh. Ukka qo'yamiz. Demek azizlar, inshaalloh bir oydan keyin natijani sizlardan ulashamiz. Sog' bo'linglar.